بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم hürmetli qarindoshlarım. Men oldingi darsimda mushu to'ydagi choy haqida va nikoh haqida so'zlagan edim. Qiz bilan yigitninki nikosi o'qilgandan keyin bular bir oilada jami bo'ladi. Hammamizning nishon maqsadi bu oilada muhabbat, baxt, saodat bo'lsin deymiz. Lekin haqiqat shuni ko'rsatib turdi-ki, qarindoshlar, biz navbatdagi hozirgi oilalar bilan burunqi, yani ota-onamizning, buvularimizning oilasiga selishtirsak, hozirgi oilalarda baxt, saodat yo'qolib ketganlik yoki oz bulug'liq. Nimishqa desa, chunki hozirgi oilalarning ajrashish nisbati burunqilar qaraganda favqulodda yuqori. Nima uchun oilalar ajrashadi? Baxt, saodat yo'qolgandan keyin ajrashadi. Unda bo'lsa, biz yashayotgan zamonda bir ayib bormi desak, yo'q, undaq emas. Ayib bizda. Bizdagi eng cho'ng ayib bo'lsa, biz dunyo paras bo'lib ketdik. Hamma ishga, hamma narsaga moddiy manfaat nuqtasidan qaraydigan bo'lib ketdik. Mana bu qarash bizga dinimizni unuttirdi. O'zimizning islomiy ana islomiy madaniyatdan bizni yiroqlashtiryapti, Rasulullohning sunnatidan bizni yiroqlashtiryapti. Mushu baxt saodatning oilamizga qaytib kelishini orzu qilsak, oilamiz mehr muhabbatga to'lsin desak, undaqda qanday qilishimiz kerak? Buning birdan bir yo'li Allah va Allohning Rasuli bizga sizib bergan yo'l. Buningdan boshqa bizga chiqish nuqtasi yo'q, qarindoshlar. Jonijon payg'ambarimizning sunnatida mangsak, undan keyin baxt saodat bo'la olamiz. Endi biz mushu oilamizni baxt saodatlik oila bo'lsin, Alloh rozi bo'ladigan oila bo'lsin, bir musulmon oilasi bo'lsin desak, qanday qilishimiz kerak? Qanday er bo'lishimiz kerak? Qanday ayol bo'lishimiz kerak? Men bu haqda izlanib qarasam, dunyodagi birinchi numurliq eng yaxshi er bo'lsa Rasululloh ekan. Undaqda biz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bir er bo'lish sifati bilan oilasida qanday erdi, xotin bolalarga qanday muomala qiladi, mana bu shu haqda to'xtalishni to'g'ri ko'rdim. Nimishqa degan chaqda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sizlarga Allohni qiyomat kunini umid qilsanglar, payg'ambaringlarda nihoyatda yaxshi o'rnak bor deydi. Yani siz Allah'ın rahmetiga erishmoqchi bo'lsanglar, yani mush dunyoda, oxiratda Alloh rahmat qilsin desanglar, qiyomat kunsi Allohning rahmetiga erishaylik desanglar, Rasulullohni o'zingizga o'rnak qilinglar deydi. Qur'onda taxminan 40 tun ko'p oyat bizning Rasulullohga itoat qilishimizni va Rasulullohni o'rnak qilishimizni buyuradi, qarindoshlar. Şunun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifte kullu ümmeti yedhulunel cenne illa men aba dedi. Mening ümmetimden hemmes cennet kirdi, bırak şu cennetke kirgili unmağallah debdi. Ya Resulullah, ve men ya'ba ya Resulullah, bu cennet kirişki kim unmaydı, kim başlatıdı debdi. Men ata'ani dekhalel cenneh ve men asani fekad aba.
Kimki mening yo'limni tutib mansa, o odam jannatga kirishni xohlagan odam, mening yo'limdan yuz o'rgan odam jannatga kirishni xohlamagan odam deyapti. Shuning uchun biz barliq ishlarimizda Rasulullohning sunnati bo'yicha mangamiz. Rasululloh bizningki ulgimiz. Birdan bir ulgimiz qarindoshlar. Shu Qur'oni Karimda Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Siz Allohni yaxshi ko'rsanglar, Allohni yaxshi ko'rishning ifodasi menga ergashish deydi Rasululloh. Qul in ey Muhammad deginki, siz Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashkin degan. Ya'ni Allohni söymasak musulmon bo'lmaymiz. Hamda Allohni söyganligimizni qanday ifodalaymiz? Rasulullohga ergashish va Rasulullohni o'zimizni o'rnak qilish bilan Allohga bo'lgan muhabbatimizni ifodalaymiz. Hamda mana shu Rasulullohning bir er bo'lish sifatidan oilasida qandaq bir muomalada bo'ladi, qandaq arti degan vaqtida buningda Rasulullohning bu to'g'riliq so'zlasak ajoyib gaplar bor ekan qarindoshlar. Lekin men vaqt munosabati bilan mush Rasulullohning er bo'lish sifati bilan oilasida qandaq bir odam edi degan bu temini 10 temaga ixchamlab, 10 nuqtaga ixchamlab tushundirmoqchi. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem ayolini söydigan ve söygenligini ağzı bilen iniq deydigan bir er edi qarindoshlar. Bu şeriatimizdeki ko'rsatmasi bu. Masalan, bir qatim Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Amr ibn al-As degan sahobini musulmonlar qo'shinining bosh qo'mondonlikqa tayinladi. Bu qo'shinda Abu Bakr, Umar, Osman, Ali radiyallahu anhumudek kat sahabeler baydı. Şunda Osman Amr ibn al-As'ni qo'mondonlik tayinladi. Endi buning mushunda bo'lgan ekan Amr ibn al-As Rasululloh meni hammadan bax yaxshi ko'ram nima degan o'yga kelib qoldimi, ish qilib Rasulullohdan mundaq savol so'radi. Ya Rasululloh, sizlar hammadan bax kimni yaxshi ko'rlar dedi. Endi bu yerda men seni yaxshi ko'raman desa, bu tarixga yoziladigan, bu Umar ibn al-As uchun cho'ng bir shon sharafida. Mush shon sharafga erishish maqsadi dedimi? Ya Rasululloh, sizlar hammadan bax kimni yaxshi ko'rlar debdi. Men Oyishani yaxshi ko'rmadim qarindoshlar. Yani ayoli Oyishani hammadan yaxshi ko'rmadi dedi. Voy men ayollandimidim, erlandidim debdi. Oyishaning dadisi Abu Bakrni yaxshi ko'raman dedi. Demak, bu vaqalikdan nimani tushunamiz deganda, Rasululloh o'zining ayolini mushundaq yaxshi ko'rgan va yaxshi ko'rganligini xalq olamning oldida xijil bo'lmasdan, tortinmasdan degan. Bu ayolini yaxshi ko'rganligini yaxshi ko'rma deganlik bir erlik g'ururga yoki erlik saltanatga ta'sir etadigan ish emas qarindoshlar. Mana bu Rasulullohning sunnati, Rasulullohning bizga bergan ulgisi. Shuning Rasululloh bir qatim duo qilib o'tib, Alhamdulillahillazi razaqani hubbu Oyisha. Oyishaning muhabbatini menda qilgan Allohga hamd sano bo'lsin dedi. Buningdan er ayollik o'rtasidagi muhabbatni Allohning berdiganligi va Rasulullohning bu duosida Oyishani ne qadar yaxshi ko'rdiganligini bayon qilingan. Endi bu ayollar vasita aşında yaqinlik, tatlıq gaplarga amroq bo'ladi. Ularning ko'nglini shu ochudi qarindoshlar. Erlardan shuni arzu qildi bu ayollar. Chunki ayollarning hissiyat tuyg'usi erlarga o'xshamaydi. Bular shunda tatlıq gap, tatlıq so'z, xush chiroy, mushuninga amroq. Unda bo'lgan ekan, biz bu Rasulullohning sunnatini tutib, oilamizni yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rganligimizni gap so'z harakatlar bilan ifodalab turish demakchi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Oyisha onamizga bir qatim shundaq dedi. Ama tardin an takuni zawji fid dunya wal akhirah. Ey Oyisha, siz meningki dunyo oxiratlik ayolim bo'lishga rozi bo'lmamsiz debdi. Bala, voy albatta rozi bo'laman ya Rasululloh dedi. Rasulullohim dedi, anti zawji fid dunya wal akhirah. Siz mening ikki dunyolik ayolim dedi. O'ylab baqili. Mush so'zni Oyisha onamiz anglagan chaqda ne kadar bir xo'shallik cho'mganligi. Bu
Rasulullah'ның bu Ayşe'ye bo'lgan muhabbetining bu kadar izhar qilinishi, yani bu dünya, o dünya mening ayolim deb Rasulullah'ның Ayşe'ye muhabbet izhar qilishi Ayşe anamizni muhabbatga ko'mib, xo'shallik cho'ktirib etdi qarindoshlar. Bu aniqlam. Mana bu bizning rasulimiz edi, oilasini yaxshi ko'ratdi va yaxshi ko'rganligini deydi. Rasul Akram sallallahu alayhi ve sellem oilasida naiti xushxo'y, xushfe'l, xushchaqchaq edi qarindoshlar. Ayşe anamizning kayfa kana Rasululloh sallallahu alayhi ve sellem fil bayt deganda Rasululloh yani oilasida qandaq ar edi degan chaqda kana Rasululloh sallallahu alayhi ve sellem bassaman dahhakan degan. Rasululloh oilda shundaq xushchiroy, kulginchak, xushfe'l edi deb javob bergan Ayşe anamiz. Endi ba'zi erlar sirtda shunda xushxo'y, xushchaqchaq, boshqalar muomala qilganchaqda shunda muloyim, uy kirganchaqda boshqacha bir odam qapoqril turilgan, o'r-po'r qilib. Nimanda bunda qilsa desa, akishtigan uyda o'zini manda tutish kerak. Shu hammasini shunda qapoq bilan boshqarish kerak deb manda qildi. Shunda qanchaqda erlik g'ururni, erlik bir saltanatni saqlab qoldi deydi. Xato qarindishim, Rasulullahning sunnati bu emas. Rasululloh oilasida nayt xushchaqchaq edi dedi. Bir vaqalikni so'zlay qarindoshlar. Mushu Rasululloh bir qatimliq safarda Ayşe anamizni birga etmangdi. Rasululloh safarga chiqmoqchi bo'lsa, chak tashlab, qaysi ayoli chakti chiqsa, shuni safarga birlab chiqardi. Shundan bular safarga chiqib, safar qaytadigan chaqda Payg'ambar alayhisalom sahobalarga dedi, "Sizlar oldimizda mang'ash turinglar" dedi. Deb, Ayşe anamizga yugurisham do'q dedi. O'ylab baqinglar qarindoshlar. Rasululloh 40 dan oshgan. Shu chaqda bir davlatning raisi bo'lish bilan birga payg'ambar, musulmonlarning payg'ambari o'zi bir katta zot. Lekin Ayşe'miz olsa tek emdi 15-14 kirgen kichik bir qiz yugurisham do'q dedi. Ayşe'miz deydi. Men o chaqda nayt uruqdim. Rasululloh was yaxshi cho'ng bo'lgan. O'sha musobaqa qilishib men utib oldim dedi qarindoshlar. O'ylab baqinglar. Mana bu payg'ambar. Bu bir xo'shallik olib kelish uchun, bir baxt saodatni o'zimizga olib kelish uchun jiqish ketmaydi. Normal, oddiy bir ishlar bilanmi va 4 og'iz tatliq gap, oddiy bir harakatlar bilan oilamizga baxt saodat olib kelalaymiz. Ayşe anamiz deydi. Shuning bilan yine ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana bir qatam Rasululloh bilan musobaqalashdik. Yine Ayşe anam bilan musobaqalashamiz debdi. Bulud dedim. Lekin bu chaqda men samirib qolgan edim deydi. Shu bu qatam Rasululloh utib oldi dedi. Biz o'ylaymiz, payg'ambarning uyi, Qur'on tilovat qilish, zikr qilish, dinning muhim ishlari, bu jig'zora, mushundaq namoz o'qish bilan, ro'z tutish bilan o'tadigan uy deb o'ylab qolamiz. To'g'ri, buni bo'lish kerak. Lekin Rasulullohda oilasida mandaq ishlarmi bor qarindoshlar. Ayşe anamiz deydi, men bir qatim tamaq etib o'tatdim. Sal nerisida Zeynep o'ltiradi dedi. Zeynep radhiyallohu anha, ya'ni Rasulullohning yana bir ayoli. Şu Rasululloh kelib, ikkimizning o'ttirisida o'ltirdi dedi. Men shu tamoqni chiqib, Rasululloh tamoq berib, Zeynepga tamoq yeying deb bersam, yemayman deb turib oldi dedi. Shundan men ya tamoqni yeysiz, ya bo'lmasa tamoqni olib yuzingizni surkib o'tma desam, surkib olsam yemayman deganda men eplam tamoqni yuziga surkib o'tdim dedi. Rasululloh shunda qanday posiyat bo'ldi? Kulib Rasululloh ondan keyin Zeynepga sizning intiqomingizni elib oling deb Zeynepning quliga tamoqni epadi dedi. Şu Zeynep meni yüzümü sürkidi. Şunda turvasak Ömer Rıza'la Abdullah deb bizni eshikdan o'tdi. Rasululloh Ömer kirdan şöyle qup yüzünü jo'na qupinglar deb shunda dedi. Men shundan keyin Ömerdan aymindigan bo'lib qoldim. Rasululloh ayminganlikdan men ayminma degan. Ana mush vaqalikda o'ylab baqinglar qarindoshlar. Payg'ambar ikki ayol bir-biriga bina surkishayotgan. Rasululloh tang kulishib, chaqchaqlashib, Zeynep anamızning qo'lqaliq ochdan epirib sen surkib oladi. Bu mana bu Rasulullahning oilasidagi bir bo'lishi qarindoshlar. Endi yana bir muhim gaplarning biri qarindoshlar.
mushu nurg'un qarindoshlarimiz turmushda yana issiq suvoq bo'ldi. Bir oilani boqmoq oson emas. Nurg'un qiyinchiliklarga, bosh og'riqqa duch keladi. Endi mening bu yerda qiladigan tavsiyam mushu sirtdagi bosh og'riq, ko'ngil og'riq tatgan japoni oilaga so'rab kirmaslik. Ash ishdan kirganda, oyoqni sep kirganda mush japa mushaqqat bosh og'riqni sep tashlatib, oilaga xo'shal xo'ram, kulimsirgan chiroyda kirish. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mushundoq edi. Rasululloh bir ummatning g'imini yeydi. Düşman bo'lsa 24 soat Rasulullohning peyni qirqiman deydi. Eng suyumlik ayoli Xadicha vafot bo'lib ketdi. Tag'isi vafot bo'lib ketdi. O'ylab baqdi. Hamza raziyallohu anhu shahid qilib o'tildi. Demak, dunyoda eng g'imi ko'p odam bo'lsa Rasululloh, chunki bir ummatning g'imini ko'taradi. Ummatning g'imini beshiga ilib yurgan Rasululloh uy kirsa, ma g'am-pamni neresi qo'yib, oilasida shunda kayfakan Rasululloh qanday shunda muloyim, kulimli turadigan, shunda xushchiroy, xushfe'l edi deydi ayollar qarindoshlar. Bizmi mana Rasulullohninki mana bu sunnatni unutilmasligimiz kerak. Biz uyga deb kirsak, bu ayolning nima gunohi? Chunki bu ayol ikki og'iz tatliq gap, bir xushchiroy, bir azroq bir ko'ngli xo'shildigan bir ish harakat gap so'zlarga muhtoj bu ayolma. Bu bechoram uyda ishlab jafo tortib, shu qacha erim kiradi deb o'tasa, biz uydagi shu qapoq turib, beshimizni sangiltib, butun dunyoning g'amini elib uy kirsak, bu ayolning nima gunohi qarindoshlar? Shuning uchun Rasululloh birinchisi nihoyatda ayolni yaxshi ko'radi deb deydi, ikkinchisi uyda nihoyatda muloyim, xushchiroy edi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam oilasida ayoliga yordam beradi deydi. Ya'ni ayollar uyda yetish bo'lmagan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oila ishlarini qilish beradi. Bu vaqtda Oysha onamizdan Rasululloh uyda nima ish qildi deb so'ralgan vaqtda, kana nabiy sallallohu alayhi va sallam kana fi mihnati iyalihi. كان يخيط ثوبه ويخسف نعله ويرقع دلوه. Yani Rasulullah uyda ayollarning ishini qilish beradi. Kiyimini jitlib kelsa o'zi tikdi, oyoq buzilib kelsa o'zi o'ngshaydi, buzilib ketgan uy saymallari bo'lsa uni o'ngshaydi, kiyimi uyabiya maynat bo'lib qolsa o'zi tozlaydi, qo'ylarni sog'itdi ve o'zi xizmat qiladi deydi. Ya'ni o'ziga xizmat qiladi dedigini ash nemish o'z onak o'ta, choy qo'shib o'ta, oshak o'ta, nanak o'ta demay, o'zi berib bir narsa lozim bo'lsa, o'zi akilib, o'zi o'rinni qo'yib, o'zini ishlarini o'zi qiladi. Kash uni buni bo'rib o'ltirmaydi deydi. Ammo namoz vaqti kelgan chaqda qama ila salati va ka'annahu la ya'rifuna deydi. Aş namaz o'qib qolsa, shunda as-salat deb namoz azon chiqqandan keyin bizni tonimaydigan holat keladi yani. Demak, Rasulullohning qarapaqil qarindoshlar. Mana dunyo va bu oila bilan qanday holatda yashaydi. Normal ish qilgan, shundoq azon chiqsa, ka'annahu la ya'rifuna. Bu bizni tonimas holatda ishiga mang'atdi, ya'ni namozga mang'atdi deydi. Mana bu payg'ambar alayhisolamning oilasida qilgan ishlari. Rasululloh ailesiga yordam beradi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ayoliga nihoyat vafodor edi qarindoshlar. Endi bu vafodorlik islom dinimizdagi tepilmas bo'lmaydigan, bir musulmonda bo'lmaydigan go'zal axloqlarning biri. Xadicha onamiz mash Rasulullohga vahiy tushib, Rasululloh tunji da'vatni insonlarga yetkazish yo'lda atlangan vaqtida o'zining ijtimoiy o'rni bilan, iqtisodi bilan Rasululloh shundoq yaxshi yordamchi bo'ldi. Tunji bo'lib Rasulullohga iymon etdi qarindoshlar. Endi Xadicha onamiz o'lib ketgan keyin Rasululloh davomli Xadichaning gapini qiladi. Andoq yaxshi ayoldi, mandoq yaxshi ayoldi deb mushundoq Rasululloh Xadicha onamizning gapini baq qiladi. Nimishqa? Vafo qarindoshlar.
Ayşe anımız pat-patla Hadice anımızdan küllep qalattı. Ameliyatı bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anımızını Hadice anımız tüyep ketkendekin ağan. Hadice anımızdan öy tutqa vaqtda Rasulullah hiç qandaq yeni bir ayol bilan to'y qilmagan. Shundaq uyga yaxshi tamoq kep qalsa, voy mana Hadice'ninki do'stlarga ochiq biringlar deb avatib atgan. Shundaq uyda bir qo'y o'ltirib go'shlar olib qalsa, mana Hadice'ning do'stiga, mana Hadice'ning ma do'stiga, mana Hadice'ning falan tuquniga deb Rasululloh shunda avatib atgan. Yaxshi yeng kiyim kep qalsa, yaxshi bir narsa kep qalsa, o'sha Hadice'ning onamizning do'stlari, oilasi, tuqqanlarga Rasululloh avatgan. Endi Oyisha onamiz şu sebepten men Hadice'den külligandek başka ayalını Resulullah'ın da küllep bakmagan deydi. Hatta Hadice anımız ölüp ketken yılını Resulullah mahsus bir bu naiti gam kıldıgan, gamga tuşap ketken bir yıl oldu deyip yılının ismini Amil Huzni yani matem yılısı yoki gam qilish yılısı deb atagan qarindoshlar. Nima uchun? Hadice anamızga bo'lgan vafotorligi. Bir qatam Oyisha anamiz voy Hadice desam bir qayrib qolgan bir xotin deb. Chunki Hadice anamiz Rasulullohdan cho'ngdi. Alloh subhanahu va taolo yosh chiroyli bir qiz bas Hadice desa, Alloh san yaxshisini berdi debdi Rasululloh. Alloh bilan qasamki, hargiz yaxshisini bermadi deb, ya'ni Hadice'ning yaxshiligini yana shundoq Oyisha anamizni shundoq yaxshi ko'rsimi, yana Alloh men Hadice'ni yaxshisini bermadi deb, mushtaq vafotorligini bildirgan. Demak, Rasululloh ayollarga vafodor edi qarindoshlar. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem ayolini hürmetlaydi. Endi psixik olimlar shundoq deydi. İnsanda bir ruhiy ehtiyoj bor deydi. U bo'lsa-mu, shu har bir inson o'zining boshqalar tarafidan hurmatlanishini va taqdirlanishini yaxshi ko'radi deydi. Bu insondagi bir tabiiy ehtiyoj deydi. Ama dinimiz bunga nima deydi desa, dinimiz bununla Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem la yukrimuhunna illa kerim ve la ma akraman nisa illa kerim ve ma ahanahunna illa laim. Ayollarni faqat oli janob kishilar hurmatlaydi, faqat pastkash kishilar hurlaydi degan. Demak, erlerning ayolni xurlishi shu erlerning pastkashligini ko'rsatsa, erlerning ayolini hurmatlishi shu erlerning oliy janobligini ko'rsatadi qarindoshlar. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem bizning guvohligimizdan emas, kafirlarning dushmanligining guvohligi bilan yer sharidagi eng aqlli insonning biri edi. En akıllı insan edi. Şunda turuqluq bir ishlarni qilsa ayollarga maslahat silib ularni bilan fikr almashtiratdi. Nima uchun desa, ularga hurmat bildirganlikdan. Masalan, aytaylik. Mushu Rasululloh sahobalar bilan haj qilish uchun Madinadan Makka qarab mangdi. Yo'lning tinkayoqda kafirlar to'sib oldi. Bir yil qilmaysa hajini deb. Shunda qilish orqali Payg'ambar alayhisalom kafirlar bilan bir to'xtam tuzab, shu yilsa qaytib kelib, kelar yil haj qilmoqchi bo'ldi. Endi sahobalarning hammasi haj qilamiz deb, o ihromlarni kiyib, safarga tayyor qilib, o Makkaga berib, yurtlarini bir ziyorat qilib, nurg'un muhojir sahobalar bor emasmi? Shular bilan birga bir haj qilib, yurtimizga berib kelamiz deb mangan edi. Şu Rasulullah boldan bir yıl haj qilmaymiz, ihromni silib asta qaytinglar debdi. Sahobalar bu bak ig'ir keldi qarindoshlar. Umar Rasululloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam voy sizlar tushlardan bosh haramga kirib tush kelgan do'stlar, tush ko'rgan do'stlar, bu payg'ambarning tushi haqdami dedi. Lekin to'g'ri men hajga berib tush keldim, lekin bir yil bormiz dedikmi ya Umar? Hamını bormiz inshaalloh deb bu shunday javob bergan. Shu Rasululloh sahobalarga ihromdan chiqqanlar, ya'ni beshinglarni tushirib, ihrom kiyimini silib, normal kiyimni kiyib
Madina qaytaylik degan chaqda sahobalarimiz jimmid o'ltirib qolgan. Ya'ni Rasulullohning buyruqini ijro qilmay o'ltirib qolgan. Endi bu dinda bir xatarlik qarindoshlar. Bu Rasulullohning buyruqini ijro qilmaslik dinda bir xatarlik. Mana Rasululloh 5 qatib bu qanday qilamiz deb to'vaqda Ummu Salima onamiz Rasulullohga maslahat bergan. Ya Rasululloh, siz o sahobalarga uni buni demay, o'zlari shu qurbonlik qilib, shu hajiga etmangan qo'yni o'tirib, boshlarini tushirib ihromdan chiqsalar debdi. Rasululloh deganda qilibdi. Payg'ambar alayhisalom 5-ni tushirib ihromdan chiqibdi. Sahobalar bunda qarab Payg'ambar alayhisalomning ahvolini ko'rib, boshlarini tushirib, qo'ylarni o'ltirib ihromdan chiqdi. Ajoyib bir cho'ng bir musibatdan saqlab qoldi. Qandoq degan chog'da agar sahobalar Rasulullohning gapiga tushadi, unmagan bo'lsa, iymondan ajraydi qarindoshlar. Rasulullohning gapiga osi bo'lish iymon dindan chiqirdi bizni. Ham bu Rasululloh bilan sahabani o'tirsa cho'ng bir chatoq chiqadi. Mana bu onamiz Rasulullohni va sahobalarni mana shundoq bir xatarlik sharoitda o'zining oqilona maslahati bilan qutqizib qoldi qarindoshlar. Demak, Rasululloh ayollarga maslahat selishi, bir osmondan vahiy tushadigan bir payg'ambarning ayollarga bir ishlarni maslahat selishi shu ayollarga bo'lgan hurmat edi. Endi bu to'g'riliq so'zlab kelsak, nihoyat gap jiq. Ya'ni gapning xulosi qarindoshlar, Rasululloh ayollarga vafodor edi, ayollarning hurmatlaydi va bir ish qilsa maslahat qiladi. Mana bu Rasulullohning sunnati. 6-chi nuqta bo'lsa qarindoshlar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayoli uchun o'zini o'ngshab, o'zini tuzab yuratdi. Endi bu o'zimizni o'ngshab pokiz bo'lishimiz shariatda buyurilgan ish. Chunki biz dinimizda kiyimni ratlik kiyish, badanimizning pokiz bo'lishi, uylarimizning pokiz bo'lishi dinimizda talab qilingan ish. Lekin Oysha onamiz deydi, kana kaf Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam alyan min al-harir yusafihul musafih fayazallu yawmahu yajidu rihaha dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning qo'li shu yipakdan yumshoq edi. Agar bir odam Rasululloh bilan qo'l tutishib ko'rsa, bir kungacha Rasulullohning qo'lini tutgan qo'l bir kun atruraydi dedi qarindoshlar. O'ylab baqinglar. Ya'ni Rasulullohning qo'lini tutib ko'rishib olgan odamning qo'li bir kun atruraydi dedi. Hamda sahobalardan İbn Abbas radhiyallohu anhu, men ayolim uchun Allohga yasinaman. Chunki men ayolimning chiroyli bo'lishini orzu qilgandak, ayolimmi mening chiroyli bo'lishimni orzu qildi degan. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu uy kirgan vaqtida avval ma yadkhulul bayt yastannu bis-siwak deydi. Uy kirgan vaqtda darhol og'zini misvaklaydi dedi. Ana bu hadisga izohlagan ulamolar, chunki Rasululloh uy kiriblam ayollarni suyab qo'yatdi, shuningga darhol og'zini tozlaydi deb mundaq tushundirgandim ba. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shundoq deydi. Men Rasulullohninki qulidan keldigan puroqdak undaq go'zal puroqni ya ifoda ya ambarda topolmadi. Shunda go'zal bir puroq keldi deydi. Bir sahabe shundoq dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Rasulullohning yuzi paqiraydi debdi. Bir suhbat ash qilish paqirgandek paqiram desa, Rasulullohning yuzi oy kun paqirgandek paqiraydi deb mundaq javob bergan qarindoshlar. Ya'ni Rasululloh tashqi ko'rinishi Rasulullohning oyda kundek shunda parlaq edi. Puruq bo'lsa ipa ambardek mushunda buraydi. Qo'llar xuddi yipakninki yumshoq, yipakdek yumshoq. Ana mushundaq o'zini o'ngshab, o'zini ratlik, mushundaq o'zini xushpuroq tutishi, ya'ni ayollar uchun edi deydi qarindoshlar. Mana bu erlarimiz diqqat qiladigan
oilada baxt saodatga, oilada muhabbat bo'lishga rol o'ynaydigan masala, mana bu bir qator masalalarga diqqat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, qolgan 4 nuqtani keyingi darsimizda sizlarga bayon qilib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.